hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokamaga sabab bo'layotgan holat bo'yicha Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xodimlari bilan birgalikda shu joyga keldik. Hozirgi kunda ushbu joyda 36 sotix maydonda tashabbus bilan bir fuqaro tomonidan bog' tashkil qilingan. Bog' hozirgi kunda mana kelib o'rganilganda, bu oldin ham bizni Ekologiya milliy qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan nazoratga olingan bo'lib, doimiy ravishda bu yerda nazorat ishlari olib borilgan. Avval musorxona bo'lgan, shu musorxonani obod qilib, shu yerda aholiga bog' yaratish maqsadida shu joylarni tashkil qilgan. Hozirgi kunda bu joylardagi ekilgan daraxtlar, ya'ni umumiy miqdorda 246 dan tashkil qiladi. Bu yerda manzarali va mevali daraxt ko'chatlari hamda butalar ekilgan. Ushbu ekilingan manzarali va qimmatbaho mevali daraxt ko'chatlari ham hammasi Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida elektron platformaga kiritilgan bo'lib, bu hozirgi kunda qo'mita tomonidan qattiq nazoratga olingan. Ekologiya qo'mitasi tomonidan bu holatni qo'llab-quvvatlaymiz, ya'ni tadbirkor tashabbus bilan chiqib, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 199-sonli farmonlarida ham keltirib o'tirilganki, avtomobil yo'llari, temir yo'llar va bo'sh turgan hududlarda tashabbuskorlar tomonidan, jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan bog'larni tashkil qilish bo'yicha hech qanday to'siqlar mavjud emas, balki ularni qo'llab-quvvatlash, ya'ni 10 yil muddatgacha ularga to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzib ularga berish talablari o'sha farmonda belgilab o'tilgan. Hozir ko'rib turgan holatimizda ham fuqaro tomonidan bog'ni tashkil qilishi, bu chiqindixonani obod qilishga birlamchi shu fuqaro tomonidan mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilib, bu yerda musorxonani tozalaymiz. 300 ga yaqin fuqaro shu yerda bog' qilishga rozilik bildirgan, o'ziga ham shu hasharlarda qatnashgan deb ko'rsatishgan. Hozirgi kunda mana O'zbekistonda Toshkent shahrida atmosfera havosining ifloslanishi amalga oshirayotgan chora-tadbirlarni bu ham o'ziga yarasha ekologiyamizga juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni daraxt ekilgan joyda kislorod ko'payadi, aholiga qulay sharoitlar yaratiladi. Mana ko'rinib turibdiki, bu yerda o'tirib dam olib, hordiq chiqarishga sharoit yaratilgan yashil jamoat parki yoki bog'i desak ham bo'ladi.